Uyghur xalqining faxrlik yozuvchisi Zordun Sabirning Şinjan Yoshlar O'smirlar nashriyoti tarafidan nashr qilingan Ana yurt nomli romani. Bu roman Biliqut shirkatida ovozga elinib, Biliqut to'rida anglatildi. Mutaali xalpitim madrasadan xafa bo'lib qaytdi. Taliblarning arsiga bir buzuq yo'shirmayapti, dedi Gayjang jumadan chiqayotganda xalpitimga anglatib turib. Bu gap shaharning eng mo'tvar xalpitiga aytilgan bir banab chalma bo'ldi. Xalpitim biror ishdan xafa bo'lib qolsa, sarg'ush oq banaris tonidagi changni qaqmoqchi bo'lgandek silkinib qo'yib, ko'krikini oldiga chiqarib, gavdilik bastini alohida namoyon qilib, osmonga qarab g'adiyib mang'atdi. Xalpitim hozir shundoq qoldi. Uning yo'g'on burni g'azabdan midirladi. Yo'g'on qora ko'zlari quyuq qashri ostida palaldadi. Quyuq soqol burti bilinar bilinmas titradi. O'ng'ayliqchi gap qilmaydigan, gap qilsa tog'dan tosh qo'lgandek kuchli sado paydo qila oladigan bu odam mahali Gayjingga olib qo'ydi-da, lekin Bag'o'jamga qaradi. Aquruk pishibdi. Ma'sum Shangonikiga chiqib kelmaymizmi, o'g'jam? Hekimba xo'jam kak saqini sepab qo'yib, beshidagi gullik yeshil do'ppisini kayniga surib qo'ydi-da, oppoq tishlarini ko'rsatdi. "Navay, yaxshi taklif xalpitim. Abladomulla. Solijonboy, Ro'zi Tambur. Joni bo'g'azlarni elib olayli. Saylim bo'lsin, nag'min bo'lsin-da", dedi. "Undaq bo'lsa, ma'sum Shangyo xabar qilayli." "Ya xalpitim, u qo'za tugi qimiz tayyorlayman deb avor bo'lib yurmisin?" "U narsalar doim tayyor. Yangi joyning kaynidagi suv bo'yiga kigizgilam solsili bo'ldi." "Lavay, undaq bo'lsa, atganlik bomdodni yenibli mangayli, issiqda qolmayli xalpitim." Mutaali xalpitim bayqi Gayjangning so'zining ko'nglida paydo qilgan g'ashligidan qutulish uchunla G'o'jamga bu gapni qilib edi, ishching'i chiqdi. G'o'jam bilan xalpitim martivilik ikki zot madrasadan chiqib, kun chiqishga o'rda mahalla qarab yondishib mengib edi, odamlar ixtiyorsizda ularga yiroqdan agishib mangdi. "Taliblar ishiga bir buzuq yo'shirinibdi degani nimasi?" dedi Mutaali xalpitim bayq so'zni yana takrorlab. "Gap topmoq oson, yig'ishtirmoq tez. Gayjongning og'zi divonining olqindek yepilmaydigan eg'iz o'xshamamdi, o'g'jam." "Lavay, eg'izi yuguruklar zamoni bo'lib qoldimi bu zamon?" "Boshqa o'g'o mayli. Abrozboyni doriltam. Darilojizin qurib, mingdan ortiq egichaqsiz o'z yenidan pul xajlab, g'amguzar bo'lgani uchun yo'qsillarni yig'ib to'plan ko'tarmoqchi deb yolg'on gunoh chaplab qo'lga oldi. 2 yilning oldida Urumchiga kelib o'ltirib, butun mol-mulkini musodir qildi." "Qaysi Eliqoqsuga hokim bo'lgan yigitmi?" "Ha, o'g'jam, 59 yoshida deysizlar. Qashqardagi eng katta 4 boyning biri Niyozxo'ja hojim, u zotning otasi bo'ladi. O'g'jam, u zot Qozonda jadid to'qigan texi. Ilm, ma'rifat, xayr saxovatga komil odam edi." "Voy esid, mundoqdan xalpitim. Yaxshi kun yo'q degan mana shu. Gayjon kimga ko'z tikyapti ekan, o'g'jam? Siz Taoliya maktabini qurdingiz. Nurg'un yetim yesirlarni o'qitib savob topdingiz. Uning ko'zi sizga tushgan bo'lmasin yana lavay?" "Yeshimiz 70 dan oshdi. Qeri kala pichoqdan qo'rqmaydi, o'g'jam. Ömrü bog'vanchilik bilan o'tdi. Uloq tabiatni ko'tardim. Odamlarni ne'mat bilan xush qildim. Bu qilganlarim qilmish bo'lsa, jon tasadduq demakdan boshqa chora yo'q. Hukumatga qandoq odam yaraydigan tang, xo'janing gapini qilsang yana bo'lmasa, xolis ish qilib savob topay desa, yana gumon qilsa, Yangzingshin jinchurullarga maktab desili besh og'riydigan hukumat edi. Axun lama giganlarni yaxshi ko'ratdi. Xalqning ko'zi echilmasa deydi. Nadan odamni padikalni baqqandek kaltak bilan boshqaratdi. Munu dobinimiz yaxshi deyishib edik. Uyushmalarni qo'llab maktab echib o'yin qo'yib, yetim yesirlarni kutib obdan qilib edik. Nim bo'ldi endi dobinimizni qo'y ko'rsatib atdiq. Yana tut ovoz ko'payib qoldi-ku tam.
Yeşi 70'den aşqan, lekin tolımı temen, mərtebesi yüksek, lekin tolımı addi, yumşaq köngül işki zat, Gocamның ordu mahallisidagi uyiga barğıca, cemiyet, vaziyat ve hükümet toğrusu paranlaşıp, yandışıp, asta mengişdi. Ularni qoğdap kelivatqandek bir top adam ägişip barmaqda. Gocam darvasiga ägiganda, ular joylarida to'xtashdi. Qalbdan qo'lini ko'ksiga qo'yib, oldiga sal egilib, G'ojam bilan xo'shlashib yo'lni davom qilgandan keyin Qalbtimga toki taqchilikdagi uyiga agishib mengishdi. Qalbtim darvosiga burilib edi, uning oldida siqtimi salvar tumaq kiydigan bir odam paydo bo'ldi va yukindi. Assalomu alaykum, hurmatli Qalbtim. Men sizlarga salom beray deb Qashqardan chiqib, piyoda yo'l menib bu yerga keldim. Xonliq madrasasida mudarris edim. İşimizga to'picha etishdi, yuragimizda qon qilishdi. Sizlardan panoh tilamay iloj bo'lmadi. O'rningdan tur, gapni uyga kirganda qil, dedi Qalbtim yolg'irg'uchining kas-kas yerilgan yalang oyoq putlariga qarab qo'yib. Sargardan o'rindan turib, qo'llarini qovushtirib, tashlanmagan tuklari taqirlashgan salvar tumaq ostidan Qalbtimga muloyim bechara ko'zlarini pildiriltib tikilib qaradi. Divona? Yo'q, Shom Ashrafdek oshiq. Darvish. Qalbtim sut osh yeyishni yaxshi ko'radi. Har qatim jumadan yong'anda uydagilar uningga o'xshitib sut osh etib qo'yadi. Bugun kang bo'ylining bog' ishkinidagi yozliq chayxona supsiga gilam ko'rib selingan. Pokiz dasturxonga non va chaynak piyola qo'yilgan. Qalbtim supida o'ltirib, o'yli o'ttirsidagi mevalik baqqa qarab tamoq yeyish, so'ri yodlash va xiyol surishni yaxshi ko'radi. Mana o bayqi jo'l-jo'l kiyimlik bosh ko'zi to'pichang odamni pokiz supiga boshlab keldi va ko'rpini ko'rsatib, "Qani, yuqori o't!" DVD sargardan qo'rindi. Qalbtim yuqori ohangda, "O't, 6 oy piyoda menib cho'l jazira kezib meni deb kapsan, ko'piga chiq, sen degan mehmon", dedi. Sargardan kas-kas yerilgan qapqara qasmoq putlarini jo'l-jo'l mata ishtonning pushqiqi bilan surtibedi. Qalbtim chaqchaq qildi. "Ko'mirni ko'mir bilan oqartay demsan, eting nima sening? Molla turdi bin Yusuf turdi. Pa, isming mening cho'ng buvamning ismi bilan boshlanib, yana shu turdi bilan oxirlashadi ekan. Qani tartinma, choy ich, g'izog'i baq." Molla turdi dasturxonga kelgan yumshoq to'qash, xom qaymoq, sut oshqa ishtaha bilan berilib ketdi. Mutaali Qalbtim o'ziga xos tabiiy mehribonlik bilan sargardonga o'zini tunishtirib, astoydil so'zlashga boshladi. "Men mana 6-avlod Qalbat bo'laman. Cho'ng buvam Qo'rg'os mozorliq Molla turdi degan zot. Uning o'g'li Ibrohim shayx. Ibrohim shayxning o'g'li Ismoil shayx. Uning o'g'li Isroil shayx. Uning o'g'li Kamoliddin hoji. Kamoliddin hojim bo'miz Bayonday urushi qatnashib, Sodir polvon bilan billa sepil portlashqa lahmi ko'lg'anlarning biri. Kamoliddin hojimning o'g'li Abduvali Damullam, Abdul Mutaali Qalbtim, Abdul Aziz Qalbtim 3 o'g'il. Men Yarkandda Abdurahmon Damullaning qo'li tarbiyalangan. U kishi tasavvufda kamal topgan zot edi. Usuli jadid bizning bu yerimizga shu zotning nomi bilan kirgan. Buxoroda ilm tahsil qilgan Nodirxon Damullimi hozir Panjim yesada. U zotmo bizning mudarris. Biz xonliq madrasasiga to'g'riliq doim suhbatlashimiz. Sizning muborak qo'llaridan chiqqan amaliy namoz, Abuabil Anbiya, Taqvoidul Ilal har bir talibga yod. Biz bu yerda marhum Abduqodir Damullamning muborak nomini har kun yodlaymiz. Ma'rifatparvar olimimiz Abduqodir Damulla bin Abduvoris Qashqari xalqni deb hijratdan Qashqarga qaytib kelgan. U kishi Misr, Istanbul, Buxoro, Toshkent olimlaridan usuli jadid vojib o'qish zarur degan fatvoni elib kelmagan bo'lsa, ma'rifatchilik, islohotchilik buncha keng yo'l topolmas edi. Afsuski,
xalqning oshundoq bir aziz o'g'li Hamrohboy ismli bir noahliga 300 sar kumush pulga setilgan Ahmad Mazin ismli bir vahshiy murtadning iflos qo'lida qatl qilindi. Men shu kishining shogirdi edi mazratlari. Hijriya 1343-yili Mahi Muharramning 14-kuni, ya'ni milodiya 1924-yili 8-oyda biz ulug' ustozimizdan ayrildik. Qon yig'lab, laxta-laxta zardi yutib, ustozimiz bilan uyda Uydalaşqanımızga mana bu yıl 1941-yil 6-oyda 17 yıl bo'lay dedi. Biz shogirdlarning hech ko'zi yosh. Xo'sh, bu yoqqa yalan oyoq qechib chiqishga seni nima majbur qildi? Hamrohboy va uning odamlari qo'lidagi qotillikdigini tex tashlamadi. Bizdek ushaqchak talib mudarrislarini sobit domolliq chetib hukumatga chaqdi. Bizni tutib so'ladi, qiynadi, o'ltirdi. Azizani Qashqarda bizga bir kunmi yo'q. Puttasigidek zaman qolmadi. Dasht uchunlarda oshyalang'och lolmishdek huvlab, qong'ir qoqshab jon qo'ydigan makon izlab, sarson bo'lmoqdan boshqa yo'l qolmadi hazratim. Bu yerda panohlansam demsan, yiltiz darsam deyman. İli Sultanı Uvays Mazri, Chapchal Mazar, Sakkaki Mazri, To'g'liq Temirxon Mazrini saqlab yotgan aziz joy, muzugimni saqlab qololmagan bilan Sodir polvonni polvon qilgan joy. Hazratim bizga bir panoh joy chiqib qola. Seni tutishga buyruq chiqargan edi. Hamrohlarimdan 22sini tutdi. 16si o'ltirdi. Gunohimizni bilmaymiz. Tungan kelsin bulag'an, o'ris kelsin bulag'an. Xanzumi shu, Yoqub bagni bulab hanimizni qo'ymagan. Dadam rahmati Go'kuchsida muzdoza qilib hetgohni oldig'imi yuraklik chiqolmaydigan kasb edi. Undaq bo'lsa men seni Taoliya maktabiga tozliqchi qilib o'rinlashtiray. Ushaqcha gap qilmay namozingni o'qib, ibodatingni qilib jon saqla. Voy Hafiz, Bunu adamның üstüvesini yengüşlep monçağı düşürüp, Taoliyadan bir hocra elip orunlaştırıp koy. Mutaali xalpitim ishki qo'shiqlar sut osh yeb g'ig' to'ygandek bo'ldi. Uning ko'z oldidan boyiqi jul-jul kiyimlik odamning g'izoi yeyishi neri ketmadi. U dumchi velib, osh burkut o'rdak tutish qilgandek osh ko'zlik bilan soqollariga osh milab yeydi. 6 oy cho'llarda yalang oyoq mangmoq, o'qdan qochgan kiyikdek har bir chapidan cho'chib aloqsadi bo'lib, och zerim yurmak osonmi? Kun alolmaganlar xalpitimni topadi. Xalpitim bundaq dardmanlarga zodila yuqordan qarab baqqan emas. Qo'lidan kelsila ularga yaxshilik qilg'ini qilgan. U vahbaygarlarning kirimi bilan egi chaqsiz ballarni, yo'lanchiki yo'q ojiz g'urblarni beqish, tarbiyalash ishini tunji bo'lib tashabbus qildi va amalda ko'rsatdi. U Abduqodir Domolladek zamonaviy maktab echish, fan texnika bilan shug'ullanish, mutaassiblik, nodonlikqa qarshi turish, o'z xalqini o'yg'itish, o'z-o'ziga g'o'ji bo'lishga undab, masjid, xoniqa, madrasalarda so'zladi va targ'ibot qildi. Lekin u hech qachon ishnada hukumatga qarshi bir og'iz gap qilmadi. Uning nurg'un yaqinlari, urug' tuqqanlari tutildi, o'ldirildi. Lekin xalpitim hazrat deyilib e'tiborlanadigan bu zotning og'zidan hukumatga qartilgan yomon so'z chiqmadi. U barliq norozilik, azob va g'azbini ichiga yutishni bilatdi. Shuning uchun uning gapi oz, g'ami ko'p. U zulmga uchragan har bir jonga o'ziga kuyingandek kuyundi. 70 necha yillik hayotida biriga behuda azor bermadi. Birining qiliga xiyonat qilib baxmadi. O'qib yurganida ustozi Tatar Damollaning uyiga ish qilib bergili berib, bir dona Shura jurnalini ko'tirib kelib qiziqib elib olgan. U shu qilg'iniga bir umr o'zini ayblab kelmoqda. Keyin u Shuraning birinchi sonidan boshlab hozirgacha bo'lgan hamma sonlarini yig'di. Dasti kitoblarini Shuraning bir necha yuz soni bilan qo'shib, heliqi ustozi Tavfiq xalpitimga berib gunohini yuvishga tayyorlandi. Naqshu chog' ustozining olamdan o'tgan mazgili bo'lib qoldi. Bir son Shurani beso'roq olganiga u hozir 70 dan oshgandimi o'zini ayiblaydi. U natchilab bog' qildi. Uloq uladi. Neni bog'larni vahbiga berib atdi. U
u vaqfa, o'shir zakotlarni bir tiyin neri-beri qilmay ko'pchilikning ishiga atashga odatlangan. Şoňa adamlar xalpitimga tekkan o'shir zakot, xalq tekkan o'shir zakot deyişidi. U yana martaba o'rin talashishlarga to'limi o'ch. Uning xoniqa masjidlarda imomatchilik qilishiga odamlar xushtar. Lekin u kim burun kelsa shu imom bo'lsa bo'laveradi deb tuzum bekitgan. U o'zining bir qarindishini yosh bo'lsa-mu imom bo'lishga taklif qildi. O'zi uningga iqtido qildi. Qarindishi yosh iqtido qilg'uchilar cho'ng jamoat g'udongshidi. Xalpitim kichik bo'lgani bilan bilimi cho'ng deb jamoatni qoyil qildi. Namozdan keyin chiroq poydagi chiroqni mazin o'chirish kerak. Bu bir qoida. Bir kuni mazin pagohdan qubbiga yaqin berib chiroq o'chirmak bo'lib edi. Xalpitim imomatchilik qilayotgan yosh qarindishiga "Sen chiroqqa yaqin, sen o'chirgin" deb buyruq qildi. Shundan boshlab chiroqqa yaqin o'tirgan odam chiroq o'chiradigan tuzum paydo bo'ldi. Xalpitim so'pi ishon oxun mollalarning qoqti so'qti qilishi, odamlarning putqulni tushaydigan yomon bo'ludularining cheklamalarini qanchisi uchirsa shunchasini bekor qildi. Uning kuchi bilan G'o'lji shahrida usuli jadid yuz tepib, ilm irfon fan madaniyat ativorlandi. Xalpitim sallisini qo'ziqqa elib qo'yib, nipiz do'ppi kiyib chayxondan oldi peshayvonlik uyiga qarab mandi. U taxtay pallanpaydan ko'tarilib zalga kirdi. Zalda 4 eshik bor. Eng chetdikisi uning qiroatxonasi. U qiroatxonasiga kirsala jini yayrab, teni rohatlanib ketdi. Mana u xonasiga kirdi. Tapsig'icha gilam silingan uyning kun petish temiga jaynamoz silingan. Yan tomlarga pakara shiralar qo'yilgan. Shiralar oyuqlar kitob jurnallar bilan to'lgan. Xalpitim Shura jurnalining 1915-yil 23-sonini qo'liga oldi. Uning betida Javahidil Hiqqan mavzuliq bir maqola turadi. Xalpitim bu maqolani ko'p qatim o'qigan. U yana varaqladi va oxiridagi foydali asarlardan bahrivar bo'lgan kishining vijdoni ko'miliqdan yuz o'rib, islohot, taraqqiyot yo'lidan qaytmas degan qurlarni unlik takrorladi. Asar avtorining nomini atab Damulla Abduqodir Muddarisi Kashig'ar 1914-yili 19-aprel deb o'qidi. Anlavatqaninglar Bili Qutoridan anglatilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. Hijriya 1329-yili, ya'ni milodiya 1911-yili bu zot G'o'lji shahriga kelganda mutaoli Xalpitim u kishi bilan ko'rishgan. Buxoroda 8 yil ilm tahsil qilgan, arab va ajam adabiyoti bo'yicha oliy darajalik ilm tahsil qilgan bu katta olim mutaoli Xalpitimdan 6 yoshli cho'ng bo'lgani qaramay, mo'l bilimi, fazilati va ko'ngliga pukkan maqsad muddaosi bilan Xalpitimni hayron qoldirgan va qoyil qilgan edi. Mana, Xalpitim hozir 70 necha yoshda. U Abduqodir Damollan bilan 33 yosh vaqtida asrar bo'lgan. U zot arab tilida yezib chiqqan fasohat va balog'atni kamol topgan, arab dunyosida yuqori obro'y qozongan Javahidil Hiqqan nomli mashhur she'riy asrini Xalpitimga o'z qo'li bilan taqdim qilgan edi. Mana kitoblar ichida u zot yozgan aqoid zaruriyatda, ya'ni zaruriy aqidalar, ibodat islomiya, ya'ni islom ibodatlari, qiroat, morfologiya, sintaksis, adabiyot ochqichi, ta'lim, sabiyon, ya'ni go'daklarga ta'lim, yosh o'smirlarga nasihat degan kitoblarining Toshkent, Qozon bosmalari turadi. Bilqut xazinasi. Juljul kiyingan bo'ridak oshbir notunush o'zini Abduqodir Damollaning shogirdi debedi. Xalpitim avval ishonmadi, hatto yergandi. Lekin Natovanning ko'zlarida haqiqat bor edi. Uning salimichim so'zlarida madrasa purqi bor edi. Xalpitim musofirlarga pasiban bo'lishni burish deb bildida, uning bilan bo'lgan qisqa suhbatdan buningdan 20 necha yil burun ko'rishgan va bir kunni esdan chiqarmagan qadrli odamning ta'sir imosini sezdi. U xotirasini ochdi. Uyqu o'limning muqaddimasidir.
Nadonlik bizni to'g'udan chashqandek chechib tashlab, istibatga qul qilib bermoqda. Biz hozir o'z beshimizdan o'zimiz yangoq chiqib, meg'zini zolimlarga yegizadigan, o'z go'shimizni o'z yig'imizda qo'rib, qozon kavob bilan istibatchilarni boqadigan bechora soyibxonga aylanib qoldik. Xalpitim xotirasini o'qib beshim lingshitib, miqida kulib qo'ydi-da va o'z-o'ziga xitob qildi. Bu gaplar buningdan 20 necha yil burun aytilgan. Ammo jahon hozir mushundaq. Kim o'ygansa uning beshiga cho'moq tegadi. Yo'q, jaholatning ajal soatimi yaqin. Xotirjam bo'lsalar odamollam, telektiri yo'rug'liq ko'radi. Bir salomga kapti xalpitim. dedi xizmatkor bo'suqida qo'l qovushtirib turib. Mehmonxonaga boshla. Xalpat o'rindan ostig'ini qo'zg'aldi. Zalda soqol qo'yib olgan kang ko'nglak, oq malxay kiygan bir dehqon turadi. Assalomu alaykum xalpitim, dedi u oldiga engishib xushomad bilan duduqlab. Men Abdumarimning begi bo'laman. Keling, dedi xalpitim qo'llarini echib. Bilaman, Qosim Mirobdan anglagan. Shu deb duduqladi Abdumarimning begi Qosim Mirobning nomini tilga ilib. Qosim Mirob bilan qani uyga, dedi xalpitim gapni o'zib. Yuqori o'ting. Mutaali xalpitim bu mingbegining Qosim Mirob bilan chiqisholmaydiganligi, Chivsilan bilan yaqinlashaman deb nurg'un pul xarjlaganligi, hatto uning o'g'liga o'gay qizini taqdim qilganligi, tut bo'lgan chaqlarda nurg'un odamlarni hukumatga chaqqanligi, hozirmi lozim bo'laman deb u yoq bu yoqqa chepib yurganligi, mingbegi bo'lib berib dehqonlarga silab seliq selib o'zini chingdiganligi, qo'l ostidagi malay ishlamchilarga qilgan yomonliklarini biladi. Shuna uningga ortiqcha iltifot ko'rsatmadi. Xo'sh, mingbegi janoblari, dedi xalpitim yiliqa odam injiqlab tasda o'ltirib, tarlarini surtib duo qilgandan keyin. Biz tarafga qadam tashrif qilib qopsiz. Sizga rahmat. Jumadan yenib salom beray deb kirishim xalpitim. Uzundan beri niyat qilib yuratdim. Keltirolmay yurdim. Bugun bir musofirni boshlab kirib ketganliklarini ko'rib, kirsam bo'ladigan degan yerga keldim. Biz degan dehqon haq, gapni agitmay o'dinlik qilamiz. Çay qo'ymisizlar? Bo'ldi, didarlashdim. Qabul ko'rsalar oldimizda qurban niyat kelyapti. Loyiqlari bo'lmasimi, ikki paqlan, ikki tog'or un, bir to'n qichi yig'i, non to'qash, alg'ash kelib edim. Xalpitim birdinli o'ngdi. Uning qapiqi turildi. Mening uyim Darul Ojizin emas, mingbegi. Men saxovatga qarashli odam emasman. Xudoga shukr. İlkim to'q, hojitim yo'q odamman. Mening ko'nglim xalpitim, qo'rqish ko'nglim o'limidi. Gapingiz bo'lsa o'dillik qilib, kelgan sovg'a salomlaringizni qaytirib keting. Endi xafa bo'laman mingbegi. Xafa bo'lib qolsam sizni ranjitib qo'yaman. Xalpitim o'rindan dast turib mingbegini uydan chiq deydigandek alpozda qattiq gap qildi. Ish bo'lmasa qo'yingizdan mayqini o'ylamda qoldirma. Bilamsiz, bu uy Chivsilanning uyi emas, mutaoli xalpatning toqchiligidagi uy. Bilaman xalpitim. Bu mingbegi o'rindan turdi. Uning lallari qilin bedi saqili bilan qo'shilib titradi. Bu menmi bir ajatman. Xalpitim amsa, nima ajitingiz bor edi? Zokirjon xo'jam do'tay bo'lgandan beri men ko'risholmayapman. Shu zot bilan ko'rishay dedim. Yordam qilsgan deb. Zokirjon xo'jam mening ya tuqunim ya og'inam bo'lmasa, bu nima deganingiz mingbegi? Yurtning yig'isini yig'lab dod aytay dedim. Yurtning yig'isi? Sizga yurt yig'lab berdimi yoki siz yurtni qon yig'latdingizmi? Bu nima deganlar ekan? Sizning ustingizdan mahkama shar'iy qozi kalon har oyda degidek shikoyat anglab kelyapti.
Men shuning uchun sizni to'layman. Tuhmatlarga ishonmasizlar Xalpitim. Xalq tuhmat qilmaydi. Aksincha tuhmatning qurboni bo'lib ketyapti. Yo'q, bu Osiya xonim ikki qiz bilan hozir nima kunda? Ziyoddin degan dehqonning Norsidi bolasining qon qarzi kimning bo'ynida? Ziyoddin va uning o'g'lining tartqanlariga kim sababchi? Yusuf apandi, Imin kotib, qurbon buxgalterlarni kim tutib berdi? Yana hammasi yolg'on. Qosim Mirab, Muxtar Baymon hammani dedi. Zokirjon xo'jam, sizni obdan biladi. Mendimmi obdan biladi. To'g'ri istiqbor etmay texi pari ko'tirib yurganni uni murdatni ko'zimdan yo'qola. Abdumar Mingbegin hayotida mundaq kasbin gap qiladigan odamni ko'rmagan. U xuddi beshiga 10 kaltak tekkandek tamtirab, gangirab, azob, pushaymon va g'azab kuchi bilan mushchaydi. Uning qalpoqlari lo'mildadi. Ovozi chiqmadi. Qo'yuq charsaqala titradi. Beshi qaydi. U hang'irqay ochiq turgan eshikni topolmay tomlarni siypadi. Chipildab eqiyotgan tarini uzun oq ko'ngligining yengi bilan surtib, kayniga uyning to'riga dajadi. Dehqonlar uning oldida ashundoq titrab, "Mang" deganda u kerilib ishchidan xushal bo'ladi. Mana bugun o'zi dashnam nishoni bo'lib, bechara holga tushib qolganda, uni aybligicha hurmatlikdan Nizatning chiroyida qilchimi huzurlanish, mag'rurlik alomatli sezilmadi. Xalpitim Mingbegiga xuddi o'zi bilan tangli xo'rliq tortayotgandek bilindi. U to'g'ri his qilgan edi. Xalpitim hech qachon birining qayg'u, haqorat, azoblari hisobiga xushal bo'lgan emas. Bir kishini tartishga tegishli jazoga yo'liqqandimi, Xalpitim azoblanadi. Sababi jazolanguvchi uning nazarida bir musulmon. Har qanday bir musulmon uningcha bu dunyoning azobini tortmasligi kerak. Chunki Xudo bu dunyoni bandalari uchun ne'mat qilib yaratgan. Xudo gunohkor bandalarni chin ko'nglidan tavba qilsa, har qancha gunohi bo'lsa-mu kechirib yetadi. Xalpitim gangirab esini yo'qotgan Mingbegiga "Tavba qiling Mingbegi, tavba qilsangiz Xudoyim sizni kechiradi. Qani, o'tiring" dedi birdilla yumshab. Mingbegi xuddi birsi murisdan bosgandek lastida o'ltirib qoldi. Mingbegi michildab yig'ladi. "Bandichilik, inson nafsining kayni kirib xato qildi ekan, gunoh qildi ekan. Yashamoq, yashatmoq, kechirmak, kechirilmak islomning ulug' falsafasi. Yasha, lekin boshqalarning yaxshi kun kechirishini o'yla, qo'lla. Qo'lingdan kelsa yaxshilik qil. Kechir ham kechir. Kechirish kechirilishning beshi. Kechirgichini boshqalarni kechiralaydi. Bu bir esil fazilat. Amal tutqichining qo'li qotilning qo'liga o'xshab ketadi. Haq bilan nohaq har kun uning qo'lida elishidi. Siz Zokirxon xo'jamdan mansab tilamoqchimi? Bu shundoq. Rost gapni qildingiz Mingbegi. Mingbegilik sizni to'limi eg'ir gunoh qilib turdi. Siz belgichi patdingiz, hamda uni oz ko'rib qanayg'ich patay demsiz. Anglasam siz bolachig'ingizda madrasada o'qigan ekansiz, shundoqmi? 2 yil o'qigan, lekin aptiyakdan chiqolmagan Xalpitim. Bilaman, siz bu yil 62 yoshga kirdingiz, shundoqmi? Shundoq Xalpitim. Men sizdan 10 yosh cho'ng, men sizni bilaman. Dadingiz qirchilik qiladi, ha? Shundoq. Bir tal yingni bir qo'yga yaratgan, o'risning bir qop sarangisini bir to'paqqa. Dadingiz qirchilik qilib, Qozoq, Mo'ng'ullardan mol akilib, molni yerga tegishib, cho'ng zimindor bo'lgan. Siz shu qoqti-so'qti hisobiga cho'ng bo'lgan, amgakmi qilmagan-ku deyman. Cholg'i chopalayman, tamsuq olayman, xomon so'riy olayman. Yana harvay deyalaysiz, o'g'loq tortiy olaysiz. Qush bilan ovchilik qila olaysiz, shundoqmi? Xalpitim, siz hammani biladigansiz-ku. Shundoq. Men g'ayri yo'lga manganlarning tegi-taktini bilishga alohida qiziqaman. Niyoz Lozung heliqi Olabaytal sizning og'iningiz-ku deyman. Mening oti-bovam ekanlik, u kishi bilan yurtdosh.
Siz yurtbozlik qilib, yerliklarni yomon ko'rsiz. Şoň sizni muxtar boy Qashqolik deb tillaydi. Qani o'g'ri sizni talaydi. Taranchilar yavaş, oq ko'ngil xalq. Siz ularning yerlarini egilab, ularning ishiltib, tegishlik haqqini bermaysiz. Hökumət bir qo'y yerga bir put dan qo'ysa, siz 2 putni yig'ib, tang yerimini o'zingiz olasiz. Bir yillikchiga boshqa joylar 3 qo'y bug'doy haydab beradi. Boshqa yerni terib beradi. Sizchi yeshir qolib ketgan qoqir ingizga terib berasiz. Malay bechora yozicha holi qolmog'idek tirishib ishlasa, kuzda orolli 5-6 qo'y bug'doyga ega bo'ladi. Siz shuni to'liq bermay yetdi olding. To'yda oldingda bir munch qarz ko'rsatib shulib olasiz. Sizga ishlagan maloyning yelik qurib ketadi. Nemishqa Namratning haqqidan qo'rqmaysiz? Bir maloy bir yilda sizga qanchalik pul tepib berdi? U qanchalik haqq oladi? Buni hisoblab ko'rdingizmi? Bütün bedenidan qansiq ter chiqayotgan Mingbegi o'tira olmay qoldi. Xalpitim, bu siz Namratning haqqini bulab elib cho'nglarga pora berasiz. Ay shu ishrat qilib xotin olasiz. Anglasam har yili 2-3 xotin oladi ekansiz, rostmi? Rost xalpitim. Cho'ng xotin o'zi rozi. Uni rozi qilganmi? Nafsingizni yo'g'intib atganmi? Osh huquq. Dedi xalpitim qo'llarini havoda shiltib turib. Siz e'tiborlagan shu huquq mansab sizga do'zaxning ishkini ichib beradi. Siz chi'usini uning urug' pushtiga o'z qarindoshlaringizni mol o'rnida sovuq qilib tutib berganda qo'llaringiz titramidimi? Vijdon azobi tortmadingizmi? Men to'g'ri qilay xalpitim, men to'g'ri qilay. Abdumar Mingbegi michildab esadab yig'lashga boshladi. Xalpitim uning yig'isini tushundi. Bu ko'z yeshigan pushaymondan nafrat ko'proq singan. Mingbegi xalpitimga ichidan nafratlanmoqda. Lekin u nafratini ko'z yeshi bilan ifodalashga odatlangan. Ko'z yeshi uni ba'zida kulkan xushomat yoki hayva popozi bilan erishalmagan nimaga erishtiradi. Uning asiyodi Munu haqiqat dinni kalamga chin vujudi bilan berilgan dindarning hissashligiga erishib, o'zining ayrilib qilish oldida turgan mingbeylik o'rnini saqlab qolish yo'lini tepish edi. Hozir yezida, shaharda uningga qarshi bir zo'r kuch paydo bo'lgan. U amal qilib hukumat va dinning kuchi bilan o'ziga qarshi bu kuchni yimirib tashlash kerak. Xalpitim, men to'g'ri qilay, Qur'on tutib qasamishcha, men yomon yo'ldan qaytaman. Ondaqda mingbeylikni berib etamsiz? Men to'ygan bu mansabdan hukumat olmayotidi. Cho'ri uytay desam beshimdan qo'rqaman. Sizning naringiz hukumatga yarab qopti. O'ylab ko'rgansiz? Shindobanning degan yerdan chiqaman-da. Bu gapingiz rost. Shindobanga sodiq. U sizdan foydalanib o'zini himoya qilmaganlarni bostirdi. O'ziga qarshilarni yo'qotdi. Ammo bilib qo'ying, Shindoban bir sodiq g'olchisini tirib qo'ymagan. Uning qilmishlarini g'olchilari toza biladi. U o'z qilmishini bilganlarni hayot qo'ymaydi. Mingbegi birdalla tamdek tatirib ketdi. Uning saxtalik niqobi bir daqiqa yirtildi. U xalpitimga yod qilib olaydi. Xalpitim dariza qarib etib, Qutlug' Shavqining misralarini o'nlib o'qidi. Dunyoyi fani bevafo, gumrodi yo'q sit qusapa. Fikri xiyolidur jafo, mardonilarga yo'q samar. Xalpitim endi nasihat va yaxshi gapning foydasi yo'qligini tushundi. Shindobanning yomon gapini qilib qo'yg'iniga pushaymon qildi. Bu xil odamlarning qo'lidan har balo keladi-da. Puli borlar g'ayrib qurba, yetim yesirlarga raqobat ko'rsatmoqda. Qashqarda, Yakanda, Oqsuvda, Turpan qumullarda, mush bizning shahrimizda puli borlar pul chiqarib, kuchi borlar kuch chiqarib, qanchilgan maktablarni, darul tamlarni qurdi. Hozir butun Shinjongda bu ish rasmiy qoidaga aylandi. Oxirgi nasihatim, menga va boshqa kattalarga kelgan sovg'a salomlaringizni darul tamga olib bering. Ana o sudun o'ssingizda men qurgan Taoliya maktabi. Qadliga mangsingiz madrasaning yenida Oyxon maktabi bor. 1000 tilla pora bergandan 10 tilla sadiq berganingiz foydali. Men digarga chiqaman. Xafa bo'lmang Mingbegi. Xalpitim unga talaning ishkini ko'rsatdi.
Minbigi oldiga engishib pagahdan qilichini tez topdi va uni alman-talman putiga sepib, o'ylab turgan ishga ot qaytalgan usti soyvanlik harva qarab mangdi. Dilqut xazinasi. Harvaning kaynida bida va ikki qo'y yotqizilib tengilgan edi. Paxlanlar echinishliq ovozda ma'rishib atatdi. Senda albatta qo'y haram. Men bunda uy haram. Ko'rsan, Shingdobanning tig'i kimga baldir tegar ekan? G'alchilarni o'ldirishdan burun dushmanlarini o'ldirib tugadi u. Men Shingdobanni sendanmi yaxshi bilaman. Onun sözlerini mügidab o'ltirgan Harvekash bilan chivin qop yer chopchib biralla bo'layotgan bir jup otdan boshqa hech kim anglamadi. Xalptin kitobxonasiga qaytib kirsa, dasta-dasta kitoblar ichidan Navoiy o'z qalamida putgan Xamisani qo'liga oldi va o'zicha aytdi. Bu jaharning yaratquchisi inson. Hozir muni uyga bad bo'y puroq chechib chiqib ketguchimi inson. İkisila bir qon, birdan bir toyibidin. Vaholanki biri insoniyatga javohir durdonlarni taqdim qiladi. Biri o'z onasini o'z qo'li bilan bo'g'ishning qo'yida. Qaysi jiq? Aniqki keyingilar. Bizning millatimiz qachonmi asorat va nodonlikdan, qaloqlikdan qutulib o'zi tushunadigan bo'lar ha. Yusuf Hasajib, Mahmud Qashqari, Ahmad, Yuknaki, Navoiy, Lutfi, Sakkoki, Zalili, G'ayribi, Nizori, Molla Bilal bin Molla Yusuf, Abduqodir Damulla va hozirgi jonpido azamatlarning qaysi biri o'z xalqining g'amida qoqshimay, zarlamay yashadi. Bizni zarlatqanmi, qaqshatqanmi, boshqalarga qul qilib, putqulimizni bog'lab berganmi o'z odamlarimiz. Boyqidak nafsi balo, ko'ngli qora, qo'li qonliq batniyatlar. Bizning xalqimiz o'zini o'zi idora qilolmagidak yavoyi dötmi? Nim uchun yangzingshin nodonlikni tutish, o'z go'shini o'z yig'ida qo'rish yo'li bilan bizni boshqurdi. Jin sho'rinmi shu? Munu Shingdoban degini og'izda yaxshi gapni qildi. Millatlar barobar poraxo'rlikni yo'qitimiz dedi. Pok bo'lishni adab tashviq qildi. Lekin millatlar hadi barobar. Hukumat o'rinlarida askar soqchilar ichida Uyg'ur bormi? Anda sanda bo'lgani bilan huquqi bormi? Yo'q, zodili yo'q. Para olmaydigan bir pok amaldorni ko'rmadik. Shingdobanning o'ziga qarashliq boyligi Shinjon banklaridan ko'p. U oltin deganni qog'ozning o'rnida ishlatadi. Lekin ilm, ma'rifat, nomratliqlar, farovonligi degandek savobli ishlarga bir tiyin nima bermaydi. Uning hamma amaldorlari elish, boy bo'lish, yeyish, ichish, rohat ko'rishni o'ylaydi. Kelgundilar aziz, yarliklar xor. Uy egasi och, mehmonlar to'q, yer egasi maloy, talamushk xo'jayin. Bundoq tengsizlik jahonning hamma yerida bormish. Birli Sovetda yo'qmish. Yo'q bo'lsa ruslar, no'g'aylar, o'zbeklar, qozoqlar, qirg'izlar, uyg'urlar nimishqa bo'ridan o'rkigan qo'ydak o'z yurtidan bu yoqqa qechib keladi. Xudoyim, nimishqa o'zingga sodiq qullaringni buncha qattiq sinoq soladigansan ha? Badanimiz xo'rliq chidigan bilan ruhimiz chidamaydi. Kim xalqning yig'isini yig'lasa, uning o'limi oson. Kim xalqni sassa, uning o'shqi olchu. Kim haq gap qilsa, uning tili kesiladi. Kim razillikni ko'rib qolsa, uning ko'zi o'yiladi. Xalptim kitoblarga shunchalik berilib ketdiki, go'yo u hozirla kitob ichidan zulmdan qutulishning eng o'ng'ay yo'lini tepib chiqadigandek. Go'yo kitob batlariga uning savollariga javob yozilgandek. Go'yo kitoblar ichidan ulug' avliyolar chiqib, uning bilan bir saf bo'lib zulmga qarshi urush qiladigandek. U kitoblarni o'qib etib, o'zicha buquldab yig'ladi. Uning ko'z oldida ming'ilgan hasratlik chiroylar paydo bo'ldi. Ularning ovozimi, chiroylari o'xshash.
bizga nijotlik bergan Xudoyim. Bizmi yer yuzidagi boshqa insonlarga o'xshash iymonimiz, g'ururimiz va baxt saodatimiz bilan yashaylik. U kitoblarni varaqlab etib, burun o'tgan ulug'larining nomini atab, ularga birdan duo qildi. İslam dinining ulug' ta'limi bilan uyg'unib, o'z badanida saf insoniy xislat yetildirgan, butun hayotida xalqqa, boshqalarga qilchim ziyon solmagan o'lmas to'pillarni bir qatim minnat qilmay, minnat qilishni numus deb bilishga odatlangan to'hpa boyliq yaratquchilarning chiroylarini ko'z oldiga keltirdi. Ular g'amkin, miskin, dardli chiroylari bilan uning xiyol ehronidan o'tdi. Chunki ularning xalqi g'amkin, so'lg'in. Beliqut shirkatida ovozga elinib, Beliqut to'rida anglatilayotgan Uyg'ur xalqining faxrlik yozuvchisi Zordun Sabirning Xinjiang yoshlar o'smirlar nashriyoti tarafidan nashr qilingan Ana yurt nomli romanini bugun mush yergacha anglatdik. Davomini atga anglitishimizda davomli anglatamiz. Bu roman Xinjiangning har qaysi joylaridagi Xinhua kitobxonalarida sotiladi. Do'stlarning bu romanni setib olib saqlab qo'yishini alohida tavsiya qilamiz.